Assalomu alaykum. Antineuruz kanaliga xush kelibsizlar. Qarshilarda Ziyoddin Mirmahmudov. Bugungi mavzuimiz panический ataka haqida bo'lib o'tadi. Panический ataka o'zi aslida nima? Insonda ikki xil qo'rquv bor, to'g'rimi? Birinchisi chin qo'rquv, ikkinchisi yolg'on. Yolg'on qo'rquv mana chin qo'rquv. Xo'p. Endi yolg'on qo'rquvlarga nimalar kiradi? Masalan, faqat agorafobiya, satsofobiya ular emas. Misol uchun, okeanning tubiga tushish deylik, saunadagi havoladan qo'rqish, misol uchun itdan qo'rqish, ovqat yeyishdan qo'rqish, davleniyam oshib ketadi deb o'lib qolaman deb har xil fantaziyalarga berilib ketish. Ular hammasi yolg'on qo'rquv kiradi. Misol uchun agorafobiya, satsofobiya. Fobiyalar juda ko'p. Men bir qanchasini yozishga vaqtim yetmaydi, juda ko'pligidan. Endi bizga bu narsalar qiziq emas o'zi aslida. Bizga ko'zimizga ko'rinadigan narsa kerak. Ya'ni chin qo'rquv. Chin qo'rquv qanaqa bo'ladi? Baland ovoz. Ikkinchisi balandlikdan qo'rqish. Ya'ni mana hozir men ham misol uchun 47-etajda turib, chetida turibman, misol uchun qarab tursam, orqamdan kimdir itarib yuborsa-chi degan xayol kelishi bu o'sha sog'lom fikr. Tushunyapsizlarmi? Balandlik mana. Balandlikdan qo'rqish etdik. Mana baland ovoz bormi, to'g'rimi? Mana masalan men gapirib turibman, yaxshi tushuntirib kimdir kirib baland gapirib yuborsa, odam seskanadi. Nima deyapti? Bu deysiz baribir. Mana bular chin qo'rquv. Mana shu chin qo'rquvlar sizda bormi? Bo'ldi. Qolgan narsaga umuman boshingizni qotirmang. Mana bu yoqda mana fobiyalar, qo'rquvlar, mana agorafobiya, satsofobiya umuman o'sha bu yog'i panika bo'lib ketadi. Tushunyapsizlarmi? Iloji bo'lsa skrinshot qilib olinglar, pauza qilib yozib olasizlarmi? Keyin men o'chirib qo'yaman. Sizlarga hozir yana tushuncha berib o'tib ketaman panikani tushuntirishga. Qaranglar. Panический ataka nima? Endi sizlarga tushuntiraman. Panika, ataka. Xo'p, panika ataka insonda to'satdan keladi. O'tiribman mana, yaxshi o'tiribsiz, shokolad yeyotgandirsiz, choy ichayotgandirsiz, televizor ko'rayotgandirsiz, otangizlar bilan suhbat qurib o'tirgandirsiz. To'satdan kelib qoladi panika. Xuruji. Tushunyapsizlarmi? Bu kelgandan keyin sizlarda nikak iloji yo'q bo'lib qoladi. Inson o'ziga tez yordam berishga harakat qilib qoladi. Tushunyapsizlarmi? Juda tezlik bilan o'tirgan holatda hozir o'lib qolaman, hozir kasal bo'lib qolaman, hozir yuragim portlab ketadi, hozir shunda infarkt bo'lib shunda tashiyman, o'sha fantaziyalarga berilib ketish boshlanadi. Yo'q, to'xtanglar. Bu yoqda men sizlarga eng kerakli narsani o'rgatib ketaman. Birinchi o'rinda ikkita mashq bor. Shuni qilinglar. Eng zo'r yo'li. U sizlar istamanglar dori ichib, kapelnitsa olib, yaxshi bo'lib ketaman deb. Yo'q, to'xtanglar. Birinchi panikani nima ekanini ajratib olish, ikkinchisi ikkita dona mashqlar texnikada ko'rsatib beriladi. Birinchi texnika. Siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizning atrofingizda deyarli predmetlar topiladi. O'tirgan holatda 5 ta narsa, 5 ta mana notebook, kostyum shim, deylik, monitor, 5 ta narsa sanaysiz. Sirazi 4 ta narsani ushlaysiz. Misol uchun predmetlar bormi mana, misol uchun yana nima deylik? Misol stulchik, lampami, nima bo'lsa ham ushlaysiz. 4 ta narsa, 3 ta narsa yeb ko'rasiz. Atrofingizda nima bor? Masalan, uyda bo'lasiz, yoki stolovoy yonida bo'lasizmi? Farqi yo'q. Umumiy endi odamning ongi bor, shu narsa uchun harakat qilish kerak. Yeysiz, sezyapsiz, o'sha что bilasiz, o'sha keyin pasayadi. Qolgan ikkita narsa bor. Ikkinchi mashq aytib qo'ya qolaman texnikani. 2 ta narsa. Birinchisi, 2 ta narsa. Birinchisi, 2 ta narsa. Ikkinchisi, 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 2 ta narsa. Birinchisi, 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 2 ta narsa.
ikkita texnika. Ikkinchisi, siz qayerda bo'lsangiz ham o'tirishga qodirsiz-da. O'tiringda. Kvadratniy dihaniya degan narsa bor. Mana men sizga bunaqasi tushuntirib bera qolay. Buni yozib olasizlar. Sarlavha sifatida bo'ldi. Qarang. Birinchisi mana nafas 4 soniya olasizlar. 4 soniya dihankada ushlab turasizlar. His qilinglar ushlab turganinglarni. 4 soniyada chiqazasizlar. Mana shunaqa nechidir marta, deylik 5 marta qilsangiz, все, shu bilan уже miya ong bor-ku, insonning ongi bor. Alloh taolo aytgan. Aqlinglarni ishlatmaysizlarmi deb. Mana raz bu yerda aqlingizni ishlatadigan moment. Bo'ldi. Shu bilan birgalikda insonning vaziyati keskin tubdan yaxshilanadi. Keyingi safar panikaga podgotovka, ya'ni tayyorgarlik bo'ladi. Misol endi u yana bo'ladimi degan savollar kelishi mumkin. Bo'ladi panika. Qisman bonus sifatida oldin sizga 100% lab, 1000% lab qiyinchilik berayotgan bo'lsa, hozirda shuni 50% bilan bonus bo'ladi sizga. Tushunyapsizlar? Shunaqa qilib turib, bu bonuslar ham kamayib, уже holat yaxshilashib ketaveradi. O'shaning uchun bu ishlaydigan texnika sizlar o'zingizlarga qanaqadir qiyinchilik qilib, qanaqadir har xil turdagi giyoh bo'ladi, giyohli dorilarni, qanaqadir asabni tinchlantiradigan shunaqa narsalarni iste'mol qilib yurgandan ko'ra, sizlarga bitta yaxshi mutaxassis topib, shuni ustida nazorat sifatida ishlab turishlikni maslahat beraman. Xo'p, yana bir narsani aytib o'tib ketay so'zimning yakunida. Panический ataka eng o'stri fazasi 2 minut bo'ladi. 2 minut ichida siz o'zingizga nimadir qilib yordam berishingiz faqatgina bo'lgan narsa shu boyagi ikkita mashq. To'g'risini aytaman, shu mashqni qilsangiz ham qilmasangiz ham shu 2 minut o'tib ketadi. Lekin shu 2 minutda siz o'zingizda bo'layotgan yomon hissiyotni boshqarish uchun mana shu ikkita narsa bor. Zo'r narsa beradi, bilib olinglar. Darsimizda tushunarli bo'lgan bo'lsa, ko'ngilingizda qaysidir ma'noda to'q bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, albatta podдержка qilib, like, obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.